Mamlakat taraqqiyoti va qonun ustuvorligining mustahkam poydevori shubhasiz yuksak intellektual salohiyatli huquqshunos kadrlar bilan bog'liq. Toshkent davlat yuridik universiteti bugun nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda yuridik ta'lim va ilm-fanning yetakchi dargohi hisoblanadi. Bu muqaddas dargoh o'zining ko'p yillik shonli tarixi davomida davlat va jamiyat arboblarini, yuridik huquqshunoslarni, olimlarni yetishtirib kelmoqda. Universitetning bunday yuksak maqomga erishishida shubhasiz fidoyi professor ustozlarning, faxriy olimlarning xizmati beqiyos. Ana shunday yuridik ta'lim rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk siymolardan biri taniqli olim, davlat va jamiyat arbobi professor Alisher Azizxo'jayev Abbasovichdir. Alisher Azizxo'jayev nafaqat yuridik huquqshunos, balki davlat va jamiyat qurilishida o'zining o'chmas izini qoldirgan arbob edi. U yuridik universitetda faoliyat yuritgan davrlarda yuzlab shogirdlarni tarbiyalab, ularga huquqning nozik sirlarini, qonun ustuvorlik prinsiplarini chuqur o'rgatdi. Avvalambor mana shunday ajoyib bir inson bilan uzoq yillar shu Toshkent davlat yuridik institut paytidan boshlab birga faoliyat olib borganligimiz, shunday inson bilan hamnafas bo'lganligimiz uchun men doim ko'p eslayman bu haqida. O'quvchilarimga, talabalarimga faxr va g'urur bilan bu haqida gapirib beraman. Chunki Alisher Abbasovichni doimo biza bir ajoyib buyuk bir inson sifatida, madaniyatli, o'z sohasini bilimdoni, shu bilan birga o'sha davlat arbobi, huquqshunos inson sifatida doim e'tirof etib kelamiz. Bizani kechki bo'limda dekan bo'lib ishlagan paytlarida men dastlabki o'sha Toshkent davlat yuridik institutiga o'sha amaliyotdan kelgan paytlarimda ham umumiy o'sha tanishlarimiz juda ko'p bo'lardi. Mana shu sud amaliyotida ishlaganlar, ularni eslardik, ustozlarni eslardik, o'zaro fikr almashardik, ularni xotiralardik. Professorning davlat suvereniteti, konstitutsiyaviy huquq va davlatchilik tarixiga oid ilmiy merosi bugun ham talabalar uchun dasturi amal bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Alisher Abbasovichning eng yaxshi xususiyatlaridan bittasi insonlarni o'sha kimligi yoki o'sha familiyasi boshqasiga qarab emas, balki uni salohiyatiga, bilimiga, qilayotgan mehnatiga qarab juda ham o'sha hurmat, ehtirom ko'rsatardilar. Alisher Azizxo'jayevning mamlakat oldidagi ulkan xizmatlaridan biri bu universitetning milliy ma'naviyatimiz va istiqlol g'oyasining ilmiy nazariy asoslarini yaratishda faol ishtirok etganidir. U kishi milliy o'zlikni anglash, ajdodlar merosini tiklash va yoshlar ongida vatanparvarlik tuyg'ularini singdirishni davlat siyosatining eng muhim poydevori deb bildi. Bu asosda Alisher Azizxo'jayev ham teatr orqali inson ma'naviyatini hamda ma'rifatini yuksaltirgan. Qirmizi olma spektakli o'zida iymon, insof, diyonat va mehr vafo singari insoniy fazilatlarni ochib berishdi. Shuningdek, jamiyat orasida uchrab turgan illatlarni kulgu orqali tomoshabinlarga ko'rsatib bergan. Shu paytlarda bo'lsa kerak, Davlat boshqaruvi akademiyasi, o'sha paytda Prezident akademiyasi ham deb aytilardi. Mana shu Qirmizi olma spektaklini biza talabalarimiz bilan birga hammamiz borib mazza qilib tomosha qilganmiz. Shaxsan men o'zim Abbasovich bilan yonma-yon o'tirib mana shu spektaklni tomosha qilganmiz va undan hammamiz mazza qilib shunaqangi katta ma'naviy oziqa olganmizki, ayniqsa bu yoshlar uchun juda katta bir dars desa, hayot darsi desak ham mubolag'a bo'lmasdi. Darhaqiqat, millat ma'rifati va yurt taraqqiyoti yo'lida yashab o'tgan fidoyi umrlar xotirasi aslo unutilmaydi. Professor Alisher Azizxo'jayev kabi buyuk siymolarni qoldirgan boy ilmiy va madaniy merosi bugun Toshkent davlat yuridik universiteti devorlari orasida munosib davom ettirilmoqda. Bugungi yosh avlod ustozlarning xotirasini yodda saqlash bilan birga ular yaratgan ulkan maktabga munosib voris bo'lib kelishmoqda. Zero adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash, mamlakatni yorug' kelajakka yetaklash kabi oliyjanob maqsadlar mana shunday oltin merosdan kuch oladi. Toshkent davlat yuridik universiteti o'zining faxriy ustozlari bilan hamisha faxrlanadi va ularning yo'lini munosib davom ettiradi.